Tong sahar 7:00 da Perfeksiya o'quv markazi oldida Muhammad Ali o'quvchimizdan tog'amiz matematika bo'yicha imtihon qilib bilimni tekshirmoqda. Va 77-maktab oldida o'quvchilarimiz bilan futbolga qarab yo'l oldik. Yo'l-yo'lakay Abduqodir Husanovning yoshligini Denov tumanida ko'rishingiz mumkin. Husanjon talqinida. To'pni to'g'ri tepish bo'yicha mashg'ulotimizda noto'g'ri tepishning oqibati. Qachon menga ham bir gol uradi, qachon meni ham qo'limga bir to'p tegadi degan bola. Kamerani ushlab to'p tepishning oqibati. Va yosh Husanov gol urdi. Ura. Himoyaching bo'lsa, shunday himoyaching bo'lsa, mana haqiqiy talant, mana haqiqiy mahorat. Qoyil Bilol, qoyil. Bolani ham ancha oyog'i to'pga kelishib qolibdi lekin. O'yinda eng ko'p tanqid qilingan futbolchilardan biri. O'yinda eng ko'p qo'pollik qilgan, ko'p so'kingan hamda ko'p urushni boshlagan Umarbek. Bunaqasi futbolda bo'lmasa kerak. Mana sizga ajoyib fint va mana sizga aniqlik. Azbek tomonidan ajoyib fint va ajoyib gol. Qolganiga endi o'zlaringiz baho berasizlar. O'yin qanaqa o'tganligini kommentariyada yozib qoldiring. Yurakka yozganim armon xatimsan, muhabbatimsan. Sen mening yoshalmas orzularimsan, bir umr hamrohim azoblarimsan. Yurakka yozganim armon xatimsan, muhabbatimsan. Mendan ketgansan. Uchun bahorlar aytmaydi endi, gullari qovjirab saraton qoldi. Qalbimda bir yonib o'chmas o'timsan, muhabbatimsan. Men uchun bahorlar aytmaydi endi, gullari qovjirab saraton qoldi.
o'chmas o'tinsan, muhabbatimsan. Sen futbol qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Hatto havo ham zo'r. Futbol haqida aytasiz. Men zo'r bo'lyapti futbol. Yaxshi hamma narsasi. Ob-havochi? Ob-havo yaxshi. Tiniq, quyosh tushmaydi. Oz bolalar hammasi futbol o'ynayapti. Futbol haqida ozgina qisqacha ma'lumotlar. Ma'lumot Aziz. Futbol haqida qisqacha ma'lumot. Futbol haqida ma'lumotlar. Futbol zo'r bo'ldi. Havo yaxshi bo'ldi. Mana endi futbolga ketyapmiz.